Bir inson mendan nima uchun siz roza tutmadingiz deb mendan so'radi. To'g'risini aytaman, men unga javob berishimga majbur emasman. Doklad bermayman. U men uchun hech kim. Bor yo'g'i Allohning bandasi xolos. Men faqatgina Allohga javob beraman xolos. Men bu bilan nima demoqchiman? Hurmatli erkaklar, ayollar mayli, ayollar o'zi nima deydi? Ayolligini qilaversin. Hurmatli erkaklar, erkakligimizni qilaylik. G'iybat qilmaylik. G'iybat qanaqa? Bir inson roza tutdimi, bir inson namoz o'qiydimi, o'qimaydimi? Ayrim erkaklarga bu video. Roza tutadimi, tutmaydimi, nima qilasiz so'rab. Siz o'zingiz ibodatingizni qiling, rozangizni tuting, o'zingiz uchun u. Uni rozasi siz uchun emas. Ishingizdan bo'lmasa, har xil holat. Bir xil erkaklar ham bor. Davlat tashkiloti ishlaydi, ayollardan roza tutishmasa, "Voy, siz nimaga roza tutmadingiz?" Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Balki uzrli holatda bo'lishi mumkin. Har xil vaziyat bo'ladi. Bu yaxshi emas. Men to'g'risi shunaqangi tarafdorman. Birov bilan birov ishi bo'lmasin. To'g'risida roza tutadimi, namoz o'qiydimi, ishga keladimi, kelmaydimi, boradimi, bormaydimi, uni hayoti. Siz nima qilasiz birovning hayoti bilan qiziqib? Undan ko'ra o'zingiz hayotingiz bilan qiziqing. Mana shu videoni birovning hayotiga burnini tiqib yuradigan insoningizga yuborib qo'ying, o'zi tushunib oladi. Rahmat e'tibor uchun.